Selam dostlar, bu top 5 topşuğu hem biz başlayız. Bugün men sizni top 5 skripkachilar bilan tanishtiram. Ketdik. Ishaq Perlmas, ul Izrail ham Amerika skripkachisi, dirijor ham pedagog. 19-asrning ikkinchi yartisida ul eng tanilgan skripkada o'ynaydigan kishi bo'la, ham onun 5 Grammy premiyasi bor. Hillary Khan, ul Amerika skripkachisi. Ул 4 yaşından skripkada oynay başlay, 10 yaşında o'zining birinchi solo konsertin beradi. O'zining turmushida Hillary'ning 800 dan ortiq konserti bo'la. Shularning 500i orkestr bilan. Viktoriya Mulova, ul Rossiya skripkachisi, ham Bach bilan bir ratdan ul Michael Davis ham Beatles gruppasining asarlarini o'ynaydi. Fritz Kreisler, ul Avstriya kompozitori ham skripkachisi. Uni xalq bek yaratgan, chunki ul skripkasini bek yaratgan, ham o'ynaganda yuragi bilan o'ynagan. 5-chi so'nggi muzikantimiz Yulia Fischer. Ул немец pianisti ham skripkachisi. 4 yaşında ул skripkada oynay başlay, endi 8 yaşında birinchi topqir simfonik orkestr bilan sahnada oynaydi. Shulay uq pianinoda da, skripkada da ул professional darajada oynaydi. Bugunga mana shular edi do'stlar. Siz nenda muzika qurolida o'ynaysiz? Ham skripka sizga ishimi? Sog' bo'lasiz.